Assalomu alaykum. Bir aziz o'z kanali obunachilari, bizni muntazam kuzatib borayotgan akalar. Bugun 7-yanvar 2026-yil. Biz Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani Saroy qishlog'i Shovon mahallasidan Sardorbek ukamizning xonadonlariga kelganmiz. Bu yerda shved, chorniy pyostr, rossiyskiy ola va gibridga Angusga gibrid variantlaridan mollarimiz bor. Bularda hozir bir qator obzorini qilib, video davomida narxlari bilan tanishtirib o'tamiz. Qolgan ma'lumotlarni Sardorbek ukamiz o'zlaridan olib berishga harakat qilamiz akalar. Videoni oxirigacha kuzatib, bittadan like bosishni unutmang. Assalomu alaykum aziz kanalining hurmatli obunachilari. Bugun hafta kuniga 7-yanvar chorshanba kunida turibmiz. Bugun 8 ta yaxshi hunajillarimiz keyin, sigirbop hunajillar keyin. Hammasini sigir qilsa arzura degan. Mana bunday akalar ko'ringlar, gibrid variantlaridan mana. Bunisi mana Angusga gibrid varianti ekan. Mana ikkinchisi. Hop, Sardorbek bo'lmasa boshlab o'rishim aka? Shu ikkitamiz Birinchisiga bitta gibrid, rossiyskiga simental gibrid. Bunisi Angusga shu qaysidir mol gibrid, ama 6 oylikdan. 6 oylikdan oyoq qo'llari baquvvat akalar, mana kallalarini ham ko'ring. O'ta spat narsalar ekan. Bularda narx-navosi nech puldan Sardorbek? Bunisi 12 million so'm, bunisi 11,5 million so'm. Bir joyga olishsa, shunda 23 million 500 ming so'mga hayrikamini qilib beramiz. 23 million 500 mingga hayrakami bo'ladi. Dastlabkilar vodiy bo'ylab. 7-ishchi sog'liq salomatligi sinovdan o'tdimi? O'tdi aka. Mollar 5 kun, 4 kun bo'ldi kelganiga, 7-ishchilariga 5 kun sinov olishadi. 5 kun sinov olishadi. Bu endi 3 variantdan navbatdagi uchinchisi. Bunisi nech pul? Bunisi rossiyskiga o'sha o'zimizda jaydar mol gibrid bo'lgan. Bunisini 12 million 500 ming so'm qo'yamiz. 12 million 500 ming so'm qo'yiladi. Hop, hayri kami bo'ladi, vodiy bo'ylab dastlabkasi bo'ladi. Bo'ylari o'lchangana, bo'ylari 1.10. Bo'ylari bunisi 1.8, narilar 1.5 dan olinishadi. Bular ikkitasi 1.5 dan, bunisi 1.8 ga ketaveradi. Hop, navbatdagisi. Bu ham mana polvon variantidan ekan akalar. Bunisi nech pul? Enasini emib yurgani. Enasini tagidan olingan mana. 11 million kami bor. Mana bu 10 million 800 mingga hayrikamini qilib beramiz. 10 million 800 ming so'mga hayrakami qilib beriladi. O'ta zo'r. Keyingisi mana akalar shved variant. Shved hunojini olib boqaman, sigir qilaman degan akalarimizga mana oyoq qo'llari ham qarang. Bunisi nech pul? Yengil, endi ozg'inligi bor ekan. 2 oy tejaversa, o'sha eng kattalarimiz bilan bir xil bo'ladi. Nech pul bunisi? Bunisi 11 million so'm yo'q. 10 million 500 ming so'mga dastlabkilari bilan qilib beramiz. 10 million 500 mingga dastlabkasi bilan yetib boradi akalar. Qiziqqanlar bo'lsa, video ostiga telefon nomerlarini qoldirib ketamiz. Bu ham mana ikkita, uchtasini bitta narx qo'yamizmi? Bitta narx qo'yib beramiz. Ikkita ola, bitta sariq ola. Birinchisi shvedga simental gibrid, ikkinchisi rossiyskiy paroda, uchinchisi Galishten frizga simental gibrid. Uchtasi. Bir joyga 10 million 500 ming ham yo'q, 10 million so'mdan hayrikami bor. 10 million so'mdan uchtasini bir yerga hayrikamini qilib, vodiy bo'ylab dastlabkasini qilib beriladi. 7 ishchisiga 5 kun garantiya, havodan yuqadigan kasalliklarga garantiyasi yo'q. Akalar, hozirgi kunda endi havodan kasalliklar bitta bo'ladi. Unaqa narsalarga hech kimda garantiya yo'q. Lekin 7 ishchi sog'liq salomatligiga bir hafta sinab olaverasiz. Video yoqqan bo'lsa, bittadan like bosib, kanalga obuna bo'lishni unutmaysizlar akalar. Hammaga rahmat.